Shogirdlar boshladik savol. Otaning yoshi o'g'lining yoshidan 20 yosh katta. Agar 4 yildan keyin otaning yoshi o'g'lining yoshidan 2 marta katta bo'lsa, ota va bola yoshlarini toping. Tez. 2 marta. Tez uringlar, tez. Har bir navbat topinglar. Malades Husan bir. Ota necha yoshda ekan Husan? 16. O'g'ilchi? 16. Malades. Xo'p, Sevinch ishlolmadi, Ramzin ham ishlolmadi. Dilshod qani? Dilshod. Dilshod. Ishlolmadi, o'chirib tashlaydir. Dilshod menga ko'rsatib ishladi, Sevinch tomonga burilib ishla. Xo'p, keyingi savol. Anvarning 3 yil oldingi yoshi 7 yil keyingi yoshidan 2 marta kichik bo'lsa, Anvar necha yoshda topinglar? Anvarning 3 yil oldingi yoshi 7 yil keyingi yoshidan 2 marta kichik bo'lsa, Anvar necha yoshda? Dilshod ko'rsatib ishla menga dedim. Sevinch tomonga burilib ishla. Tez uringlar. Malades, Ramzin bir. Necha Husan uning? Sen 6 nima o'tan nargi tomonga? Ha, necha yoshda ekan? O'chiringlar. Sevinch o'chiringlar tez. Keyingi savol. Dilshod birontasini ishlagani yo'q, Sevinch ikkalasi hali. Sanlarimiz ishladi. Xo'p, IQB 240 360 sonlariga topinglar. Og'zaki topsalaring mayli bilsalaring. Ramzin 1. Husan ishlolmadi. Xo'p, o'chiringlar, keyingi savol. Yaxshi, Dilshod ham ishla. Keyingisi. Dilshod juda noto'g'ri turibsan-da, Sevinch tomonga burilib ishla dedim senga. Xo'p. Savol shogirdlarim. Otaning yoshi 48 da, o'g'lining yoshi esa 16 da, qizining yoshi 10 da, kichkina qizining yoshi esa 8 da. Savol: necha yildan so'ng otaning yoshi farzandlari yoshlarining yig'indisiga teng bo'ladi? Topinglar. Necha yildan so'ng? Ha. Tez. Yaxshi shogirdlarim. Malades, Husan har bittasini topib bo'ldi. Husan ota necha yoshda ekan? Ota 55. 7 yildan keyingisi-da u. O'g'il 23 yosh 7 yildan keyin. Yaxshi. Bo'ldi, o'chiringlar. Javob yetdi. Men 2 ta ishladim. Yaxshi. 2 ta ishladim, o'zi 3 ta misol berdi. Xo'p, keyingi savolchi. Otaning yoshi o'g'lining yoshidan 5 marta katta. Otaning yoshi o'g'lining yoshidan 5 marta katta. Agar 5 yildan so'ng otaning yoshi o'g'lining yoshidan 4 marta katta bo'lsa, ota va bola yoshlarini topinglar tez. Ha. Tez uxlab qolaman bu tezliklaringga. Har birini topinglar. Ramzin har birini. Husan 1. Ramzin 2. Ramzin 15 ta birinchi topganding-ki, nima qolib ketding har birini topishda? Sevinch ham topdi. Dilshod ishlolmadi. Keyingi savol. Sevinch necha yoshda ekan?
Yaxshi shogirdim. Usta 7 Dilshod qolib ketyapsan. Tayyormizmi shogirdlar? O'rni y 80 va 120 sonlariga topinglar. Let's go, tez. Kim bo'ldi? Hozir men bilaman. Sevinch shogirdim 1. Malades. Necha ekan Sevinch? 90. Dilshod 2. Husan 3. Ramzin 4. Necha ekan uni y 90 ekan. Yomon ishlanmadi o'tirganlardan. Hop, savol keyingisi. Tezlashinglar. Yigirma yetti butun 2025 dan 1 2025 dan 1 ayrilgan 25 butun 2025 dan 2024 ishlaydi. Necha edi bu? 15 emas 25 o Dilshod. Husan necha javob? Yaxshi. Husan 1, Ramzin 2, Sevinch shogirdim 3. Dilshod. Dilshod yaxshi, Dilshod 4. Oxirgi savol shogirdlar. Tayyormizmi? Ikkita qutida jami 880 ta daftar bor. Agar birinchi qutidan ikkinchi qutiga 20 ta daftar olib qo'yilsa, ikkala qutidagi daftarlar soni teng bo'ladi. Savol: har bir qutidan nechtadan daftar bor? Topinglar. Ha, xohlagan usullarni ishlaydi. Sen tayoq yeysan, ikkalasi ham xmi? Sen ikkalasi ham xmi dedim senga. Ramzin malades, yaxshi ketyapti. Yaxshi. Har birini top Dilshod, har bir qutini top. Nechtadan ekan Ramzin? 500 Malades, Ramzin to'g'ri ishladi. Dilshod xato. Birinchi qutida qancha ekan Ramzin? 460. Ikkinchi qutida 420 ta. Husan ham bo'ldi, Husan 2. Sevinch shogirdim ozroq murakkabroq yo'lda ishlayapti, x y ta. Dilshod, ha, endi to'g'ri bo'ldi. Sevinch bo'ling tez. Yaxshi. Sevinch yaxshi shogird o'tiringlar.